Nur televizionining qadrli ko'ruvchilari, salom. Ushbu soat o'zbekcha xabarlariga xush kelibsiz. Bugun yakshanba 1394 yil 10-javzo. Milodiy 2015-yil 31-may. Yangiliklar qisqa satrda. Milliy kengash a'zolarining Jumhur raisini Pokiston tomon noma yuborishini ta'sirsiz o'qigani, va'dalar ki ma'muriyat adog'ida berilmoqda va G8ning 2-yilda ham G7 qolgani. Ushbu soat xabarlar bilan men Faridullo To'g'ri. Milliy kengash a'zolaridan bir qatori Jumhur raisining Pokiston kattakonlari tomon noma yuborishini ta'sirsiz biladilar. Ular aytadilarki, Pokistonliklar hech bir zamon terrorizm bilan qarshi kurash bo'limida Afg'onistonga sodiqona yordam etmagan. Majlis a'zolari ta'kid berganlarki, agar Islomobod amaliy odim tashlamasa, hukumat bo'yat boshqa bir yo'lni qidirsa. Baynoldagi mamlakat Jumhur raisi bir noma orqali Pokistondan istak bildirganki, Afg'onni Tolibondan orqali bildirishdan voz kechsa. Afg'on kattakonlarining ketma-ket Pokiston tomon bo'lgan safarlaridan olib, Pokistonliklar uchun zarbil ajal tayin bo'lgani. Mamlakat Jumhur raisi bir noma orqali Pokiston hukumati kattakonlaridan istak bildirganki, Afg'onni Tolibondan uzoq muddatli orqaligidan qo'l tortsa. Jumhur raislik saroyidagi manbalardan biri ta'kid etganki, Jumhur rais G'ani nomaidagi shu hafta Pokiston rahbariga yuborgan, ulardan istak bildirganki, 3 haftaga qadar mushaxxas qadamlarining tashlash bilan Afg'oniston tingligi rejasi to'g'risida bo'lgan sadoqatini isbot qilsa, Afg'on qochqinlariga o'rin bermaslik, Tolibon guruhining Kuvayt-Peshawur kengashi a'zolarini o'z uylarida nazorat ostida olish, mahbuslarning almashtirish, Tolibon guruhiga aloqador bo'lgan shaxslarning Pokiston kasalxonalarida dori-darmon bo'lishi damini olish hamda kimyoviy moddalarning sotilishini qisqartirishki, undan Tolibon portlash modda tuzatishiga foydalanadilar. Jumhur rais G'anining Pokiston kattakonlaridan bo'lgan istaklari aytilgan. مالت دادن به این مفهوم است که ما بدیل دیگه داشته باشیم. بنابراین من نمیفهم حکومت افغانستان اگر با پاکستانی‌ها در سر یک سازش و تفاهمی که به نفع هر دو جانب بوده باشه، نه تفاهم یک جانبه که به نفع پاکستانی‌ها بوده باشه به نفع افغانان، نه در این رابطه اینا چقدر میتونن که اگر چنین تفاهم ایجاد نشه بدیل پاکستانی‌ها را چی کسایی را میبینن. بنابراین امیدوار هستم که این مهلت دادن ها و این تفاهم ها همه در رابطه با منافع ملی مردم افغانستان باشه. Pokiston hukumati qayta aytganki, Afg'onistonda tinchlikning qarorlanishiga yordam etadi. Ammo ko'ringanki, Islomobod tomonidan amaliy iqdomot ko'tarilmagan. Ana shu dalil sabab Milliy kengash a'zolari Jumhur rais G'anining Pokiston tomon yuborgan nomasini ta'sirli tushishiga bavormand emaslar. فکر میکنین که در این نامه آقای اشرف غنی گوش میدن، چون پاکستان، داعش، طالب در اختیار خود از او نیست. کشورهای و مملکت‌های بزرگ دنیاست، آن چیزی که او بخواه و مو کار پاکستان میکنن. فقط پاکستان تطبیق کننده پروژه های حکومت‌های بزرگ است. این نامه ها هیچ فایده نداره. وقتی که خودش با رئیس جمهورش یا صدر اعظمش 10 دفعه ملاقات کرد، نتیجه نگرفت، در کاغذ پرانی هیچ وقت نتیجه نمیگیره. Zohiran ko'ringanki, Afg'oniston hukumati o'tgan 7 oyda Kobul va Islomobod o'rtasida aloqalarning yaxshilanishi uchun jiddiy intildi, ammo ushbu intilishlar ijobiy natija keltirmagan. Mamlakat shamolidagi ISAF harbilari umumiy qo'mondoni Afg'on xavfsizlik harbilari to'g'risida bo'lgan yordamliklarning davom berishidan xabar bergan. Yig'inidagi 209 shoyin qo'l ordusi qo'mondoni, Milliy polis qo'mondoni, Shamoli chegarasining qo'riqchi bo'lgan harbilari qo'mondoni va omad tartibining intizomlash bo'lim qo'mondoni huzuri bilan ISAF harbilari Shamoli Mormuldagi markazda barguzor etilgan edi. Amniyat mavzular va shamoldagi tinchsizliklar damini nima qism olishi ustida bahs olib borganlar. Mamlakat shamoldagi xorijiy harbilarning o'qitib o'rgatish va maslahat berishi qo'mondoni general Andreas Honiman aytganki, ISAF harbilari Afg'on xavfsizlik kuchlari uchun bo'lgan yordamliklarning oldindan oshiq ko'paytiradi. Uning aytishiga ko'ra, davlat qarshi guruhlari bilan yaxshiroq muqobala etish uchun
shamoldagi olmon artishi nazarda olgan to ortiq yerli va havoyi tajhizotning Afg'on xavfsizlik harbilari ixtiyorida qaror bersa, ayni holda 209 Shoyin quli ordusi qo'mondoni general Abdulhamid Hamid aytganki, Afg'on xavfsizlik harbilari qo'l oladilar, o'lka yovlariga dandon shikan javob qayirsa. Samangonda ro'y bergan to'qnashuvda 5 polis shahid va 8 isyonchi ham halok bo'lgan. Samangon viloyati hokimi Xayrullo Anush aytganki, qurolli muxoliflar o'tgan kecha soat 10 atrofida Daraysov Point tumanidagi xavfsizlik postlaridan biriga hujum qilgan, oqibatda 5 polis shahid va 8 isyonchi halok bo'lgan. Anush janoblariga ko'ra, yarim tunga qadar davom etgan to'qnashuvda boshqa 8 isyonchi va 1 polis yaralangan. Uning aytishicha, hozir vaziyat oddiy holatiga qaytgan. Sanoq kengashi a'zolaridan bir qatori hukumatdan tanqid bildirib aytganlarki, rahbarlar birinchi raddalarda bo'lgan kattakkonlarning tanlashiga asli shoista solorlikning nazarda tutmagan. Ular Jumhuriyat so'zchisi Ajmal Obidinning Milliy amniyat umr riyosatini polisi bo'lim o'rinbosarligiga tanlangani tomon ishora etib aytadilarki, Homid Karzai hukumati paytida Obidi janoblari Pokistonga josuslik qilish ittihomi bilan tutuqlangan edi. Milliy birdamlik hukumati rahbarlaridan ikkisi ham saylovlar targ'ibotlari paytida mardimga va'da bergan edilarki, saylovlarga g'alaba qozgani chog'ida shoista solorlik va ishning ahliga topshirishiga jiddiy tavajjuh qaratadi. Ammo Sanoq kengashi a'zolaridan bir qatorining aytishiga ko'ra, Milliy birdamlik hukumatining yuzaga chiqishi bilan ko'rinadiki, ushbu shiorlar ba'zan bir bo'limlarda amalga oshirilmagan. Sanoq kengashi a'zolari Ajmal Obidinning Milliy amniyat riyosatining polisi bo'lim o'rinbosari sifatida tanlanganiga qarshilik ko'rsatib, vazirliklar va riyosatxonalarda muqarrarlarning odilona surat olishiga ta'kid beradilar. امنیت ملی یک ارگان بسیار مهم در راستای مسائل استخباراتی و کشفی در کشور است. ما بر علاوه که تجربه جناب عابدی صاحب البته سابقه کاری و تجربه از اینا را در رابطه با اینطور یک پست بسیار مهم و اساسی که عبارت از معاونت پلان و پالیسی ریاست عمومی امنیت ملی است نامناسب میدانم و همچنان اطلاعاتی وجود داره که اینا قبلا کارمند ریاست عمومی امنیت ملی بودن در گذشته. در سال 1384 به دلیل همکاری با سازمان استخباراتی پاکستان اینا از کار برکنار شده بودند و ما این گزینش یک گزارش نامناسب میدانم. امیدوار هستم که در این قسمت اعضای مجلس سنا نظریاتشان ابراز بکنن و امیدوار هستم که در این قسمت تجدید نظر صورت بگیره. چی وقت تصمیم بگیریم و چی وقت صدای ما را این دولت میشنوه، چی وقت ما حقیقتا را بتانیم که بالای از یا بقبلانیم، واقعیتا را بگن. ولی افراد اشخاصی را که مثل که کسی را باعث معاون پالیسی روان کرده که به جاسوسی متهم است و افراد اشخاص دیگر این دولت صاحب داره، افراد اشخاص نخبه و شایسته و قطع رجالی نیست، باید افرادی را تعیین کنه که مورد اعتماد و باور ملت و مردم باشه. Ayni holda Sanoq kengashi birinchi o'rinbosari vazirliklar va vazirlar kengashi Dorilnshosidagi muqarrarlaridan tanqid bildirib, bilim, shoistalik va taxassusning me'yor biladilarki, hukumat rahbarlarining aytishiga ko'ra tanlashlarida باید اونga tavajjuh qaratsalar. باید کادرهای شایسته متعلق به کل ملت افغانستان به کار گماشته شود و به خدمت گماشته شود. این خواست ماست. و در مورد اداره امور که اداره امور معنیش است که دست و زبان رأس دولت است. این اداره افغانستان به دست از اینا است. با او اساس ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور در مورد گزینش افراد که در اینجا آورده یک دقت بکنن، تجدید نظر بکنن. انتقادهای پیش از این بود، حال هم شما داشتین در مورد کسایی که اونجا مسئولیت میگیرن. با این holdagi Sanoq kengashi a'zolaridan bir qatori qayta bir marta o'lkadagi amniyatsizliklardan xavotirlik bildirib, hukumatning salangorlikka va amniyati kattakonlarining parvosizlikka ittihamlagan. Lugar viloyatining Baraki-Barak ulusvolligida joylashgan maktablardan birida bir roket o'qining kelib tekishi natijasida 2 o'quvchi va 1 muallim shahid va 4 shogird ham yaralangan. Lugar viloyat muorif raisi injener Akbar Istonigzayga ko'ra, mintaqada Tolibon bilan davlat o'rtasida urush yuz bergan va keyin esa maktab hujum ostiga olingan. Istonigzay janoblari bu viloyatda har yil o'nlab o'quvchi va o'qituvchi janglar sabab qurbon bo'layotganligini aytgan. Bundan oldin inson huquqi bo'yicha faoliyat qilayotgan ayrim tashkilotlar
oddiy aholi talafoti oshayotgani borasida guzarish tarqatib, bu vaziyatdan tashvishda bo'lganini aytgan edi. Joriy yil Tolibon hujumlari qishloq va tumanlarda shiddatlashib borayotgani va jabhayi urush holatlar kuzatilayotgani oddiy aholi talafoti mezonini orttirgan. Mamlakat xavfsizlik harbilarining o'tgan bir kecha kunduzda bir qator mintaqalarda qo'rg'on amaliyotlari natijasida Tolibon guruhiga aloqador bo'lgan 33 kishi halok bo'lgan. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi bir xabarnoma tarqatib aytganki, ushbu amaliyotlar Kunduz, Saripol, Kandahor, Uruzgon, Lugar, Kopiso, Paktika va Helmand viloyatlarida amalga oshirilgan. Xabarnomada kelganki, ushbu amaliyotlar oqimida Tolibon guruhiga aloqador bo'lgan 33 kishi halok va yana 42 tolib ham yaralangan. Xabarnomaga ko'ra yana 5 tolib ham xavfsizlik harbiylari qo'liga tushgan. Mamlakat Adliya vazirligi bu vazirlik xodimlaridan 52%ni 12-sinfni bitirgan kishilar tashkil berayotganini ma'lum qilgan. Shu sabab vazirlik ishlari qiyinchiliklar bilan birga bo'lgan 100 kunlik ish rejasini e'lon etishi uchun yo'lga qo'yilgan konferensda so'z yuritgan Adliya vaziri bu vazirlik ko'rsatadigan xizmat sifati oshishi uchun kelgusi 3 oyda o'nlab malakali xizmatlarni bu vazirlikka ishga olishi borasida so'z bergan. Ularning ko'p qismi viloyat tumanlaridagi idoralarda xizmat qilmoqda. Adliya vaziri xodimlarning tahsil darajalari oshishi uchun bilim yurtlaridagi dohiliy xizmat deb nomlangan tahsil sharoiti yaratishi mumkinligini ta'kidlagan. Adliya vaziri aytganki, erk 100 kunlik ishida 100 taqnini san'atlarning qonunlar, muqarrarlar, asosnomalar shomil bo'lgan tayinmaroil qiladi. Adliya vazirligi kabinaning muhim bo'lgan vazirliklaridan hisoblanadi-ki, ushbu vazirlikning asosiy ishi Cumhur rais farmonlari va qonunlar musavadalarining tartib berish bo'lgan. Adliya vaziri 100 kunlik ishi barnomasining ijro ettiradi. Aytganki, ushbu vazirlikning 56% ishchilari 12-sinfni bitirgan xolos. Unga ko'ra ushbu ish Adliya vazirligida ishning sekinligi sababi bo'lgan. ارائه خدمات دقیق شفاف و مؤثر در 3 بخش فوق در صورتی میسر است که نیروی بشری نسبتاً تحصیل کرده، متخصص و با تجربه، وسایل و تجهیزات کاری کافی، پلانگذاری و نظارت و ارزیابی از اجراءات وجود داشته باشد. در این بخش نیز مشکلاتی وجود دارد که از مهمترین آن پایین بودن سطح تحصیلی مامورین ما می باشد. طوری که در مجموع 56% مامورین این وزارت را فارغان صنوف 12 تشکیل می دهد. Adliya vazirligining boshqa vazifasi davlatiy idoralarga qonuni va huquqi maslahat berish hamda o'lkadoshlarning qonun va huquqlaridan ogohlantirish bo'lgan. Ammo ko'rinadiki, Adliya vazirligi o'tgan 13 yilda ushbu to'g'rida muvaffaq emas ekan. Adliya vazirligi aytganki, ushbu vazirlikning tashkiloti qiyinchiligiga asos qilolmagan. Ko'pincha tumanlarda o'lkadoshlar uchun huquqiy xizmatlarning lozimi sangi ijro etsa, بنابر مشکلات تشکیلاتی فعلا وزارت عدلیه نمیتواند در بسیاری از ولسوالی‌ها به صورت مؤثر مساعدت‌های حقوقی را ارائه نماید. Adliya vaziri erk 100 kunlik ishi barnomasining 4 bo'limda tanzim etgan. Bir qator yangi qonunlarning tayyorlash, o'lkadoshlarga ta'sirli huquqiy xizmatlarning ijro etish, mayda bolalar hibsi uchun bo'lgan umurotning tanzim etish bo'lgan. Adliya vaziri aytganki, 20 taqni san'atning nihoya yetishiga qonunlar, muqarraralar va asosnomalarda shomil bo'ladi. Ishining asosi bo'limidan bo'lgan. یکی از اهداف مهم وزارت عدلیه را اصلاح، تقویت و مؤثریت قانونگذاری تشکیل می‌دهد که در صدر روز نخست با تعداد 20 سند تقنینی شامل قانون، مقرره و اساسنامه طی مراحل خواهد گردید. Bu 5-vazirlik bo'lganki, erk 100 kunlik ishi barnomasining ijro etadi. Qaror kelasi kunlarda boshqa qolgan vazirlar erk 100 kunlik ishi barnomalarining ijro etsalar. Tashqi yangiliklar.
Olmoni yuksak savdogarlaridan bir qatori Vladimir Putinning G7 yig'inida Berlinda huzur keltirmasligidan rizoatsizlik bildirgan. Yetib kelgan guzorishlariga asos olmonlik tojirlar Rossiya Jumhuriyati Vladimir Putinning sanoati bo'lgan mamlakatlar ijlosi G8 da huzur keltirmasligidan rizoatsizlik bildirgan. 7 sanoati bo'lgan jahon mamlakatlarining ijlosi 1998-yil Rossiyaning qo'shilishi bilan G8 ga o'zgardi. Ammo undan so'ngki Putin o'tgan yil bir referendum orqali Krimiya Shiba jazirasining Rossiyaga qo'shdi. Rossiya ushbu guruh a'zoligidan hazf bo'ldi. Baynoldagi Olmon bosh vaziri Angela Merkel parlamentda e'lon etgan to zamoniki Moskva mamlakatlarning chegara istiqloliyatiga hurmat qo'ymasa, Rossiyaning G7 guruhiga qaytishi mumkinsiz. Shimoliy Koreyaning tashqi ishlar vazirligi bir bayoniyada ta'kid berganki, ushbu mamlakatning atomiy quvvatini kuchaytirish faqatgina Amerika bilan bo'lgan urushni damini olishi uchun bo'lgan. Rossiyada bosib chiqarilayotgan TOS xabar tarmog'i guzorishiga asos Shimoliy Koreyaning tashqi ishlar vazirligi ushbu bayoniyada Washington va Pyongyang o'rtasidagi e'timodsizliklar tomon ishora etib yozganki, Koreya Demokratik Xalqi Jumhuriyati atomiy harbiylarining Amerika tahdidotlariga moslashtirish uchun ijod etgan. Shimoliy Koreyaning tashqi ishlar vazirligi bayonotasiga ko'ra, Pyongyang shuningdek hastai muzokaraatning qaytadan olinishiga rag'batli, ammo Washington turli xil pesh shartlar qo'yishi bilan muzokaraat yuzida to'siqliklar yaratib qo'ymoqda. Qadrli ko'ruvchilar, ushbu soatgacha bo'lgan yangiliklar nutqlardan iborat edi. Yana ko'rishguncha xayr, sog' va amon qoling.